alaykum. Ramazon aka, g'alaba bilan tabriklaymiz. Uzoq kutilgan jang va g'alaba bo'ldi. Sizga ko'pchilik ishonmagandi. Hattoki 70 ga 30 baholaganlar ham bo'ldi. Hozir birinchi raundda raqibingizni nokaut qilgan jangchi sifatida o'sha sizga ishonmagan insonlarga nima deysiz va o'ylaymizki, bonus qo'lga kiritasiz. Xo'p, avvalambor tabriklar uchun rahmat. Biza oldimizga qo'yilgan vazifani bajardik, alhamdulillah. Xo'p, menga ishonmagan odamlarga biza o'sha vazifani bajarib, isbotlab, xudo xolisa nima desam bo'ladi? Bajarib qo'yamiz, keyin o'zlari o'sha tushunib, bilib olishadi. Bilmadim, endi ko'ramiz, xudo xolisa. Hozir menikidan boshqa nokaut bo'lmadi shekilli. Inshaalloh olsa kerak. Assalomu alaykum, tabriklaymiz. Ramazon aka, siz bugun sobiq chempionlik da'vogarini nokautga uchratdingiz. Siz bu g'alaba orqali UFC'dagi mana shu vazndagi sportchilarga qanaqa vizib tashladingiz deb o'ylaysiz? Xo'p, avvalambor rahmat sizga ham. Raqibim juda ham yaxshi jangchi, Steve Versik, hurmat qilaman. Haqiqatan ham chempionskiga Pantosha bilan ham yaxshi oxirigacha 5 raund chiroyli jang ko'rsatgan. Bizga Alloh g'alaba berdi, alhamdulillah. Xudo xolisa aytganimdek, birinchi bo'lib O'zbekistonga, vatanimizga birinchi o'sha kamarni olib keladigan birinchi jangchi bo'lishga harakat qilaman. Inshaalloh to'g'rimda kim chiqishdan qat'iy nazar, xudo xolisa shunaqa nokaut qilib chiroyli o'tib ketishga harakat qilamiz. Bunaqa zo'r jangdan keyin siz titullik jangga tayyorman deb o'ylaysizmi yoki yana top 5 dagi sportchilar bilan jang qilib ko'rasizmi? Xo'p, hozir endi bilmadim. Bizani shu anaqamiz xatolarimiz baribir bor. Chunki men 1 yil urushmadim. Ozgina shu oktagonga chiqqanda oktagonni his qilish ozgina qiyin bo'ldi. O'sha trenerlarimga rahmat. Meni o'sha to'xtatib turishdi, xatolarimni aytib turishdi. Xudo xolisa bundan keyingisi yana kimni bersa UFC jang qilamiz to chempion bo'lmaguncha inshaalloh. Va yana bir bor shu davlatimiz rahbarini tug'ilgan kun bilan tabrikladingiz. Menimcha bu ularga juda ham katta sovg'a bo'ldi. Albatta, bizaga hurmatli Otabek akam o'zlari chiqib aytishdi. Juda ham xursand bo'libdilar prezidentimiz. Mana shu har bitta o'zbekistonlik jangchi albatta bular qatorida men ham davlatimizni bayrog'ini o'sha balandlarga ko'tarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz va osonlikcha taslim bo'lmaymiz. Rahmat. Ramazon avvalambor g'alabani tabriklaymiz va kecha matbuot anjumanida so'ragandim ustozingizdan Jasur Alijonovdan g'alabadan keyingi birinchi gapingiz nima bo'ladi deganda uddaladik deb aytib o'tganlar. Haqiqatan ham uddaladinglar, davomli bo'lsin. Va yana bir gapni aytgandingizki, Joshua bilan jang qilishga tayyorman deb. Bugun e'lon qilindi rasman UFC oktyabr oyida Abu Dabida o'tkaziladigan bo'ldi. Bu raqamli turnir bo'ladi. Mana shu raqamli turnirda jang qilishga tayyormiz. Menimcha bugun jarohatlar bo'lmadi. Tiklanib olsangiz kerak. Albatta, xudo xolisa oktyabrdagi turnirda ham menga jang berishsa, o'sha top 5 danmi, o'sha nechidan bo'lsa ham, kim bo'lishidan qat'iy nazar, inshaalloh biz tayyorlanamiz. Sababini qilamiz, natijasi albatta Allohdan. Shu aytdim, inshaalloh birinchi bo'lib oldimga qo'ygan maqsadim shu. Bu maqsad yo'lida kim bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolisa shunchaki o'tib ketishga harakat qilamiz. Рамазан, поздравляю с победой. Во вторник обновятся рейтинги UFC, и очевидно, что ты будешь уже в топ-15, скорее всего, 13 или 12 строчку занимать. Какие действия дальше, какие имена и фамилии тебя интересуют? 2 kundan keyin sani pozitsiyalaring o'zgaradi, chunki UFCda pozitsiyalar o'zgaradi. Sen nima deb o'ylaysan, keyingi qadamlaring qanaqa bo'ladi? Ya'ni kim bilan urushasan, ismlari bormi? Xo'p, top chempionskiga yaqin qaysi boys bo'lishidan qat'iy nazar, menga qiziq hozir Takstokada urushadigan boys Leonard Cavani. Po-moyemu u ham yaqinda urushdi. Top 6da turadi. Shu bilan berishsa ham inshaalloh oktyabrga как положено chiroyli jang ko'rsatamiz.
Он говорит, мне интересен только вот 6-й номер, Лоин Лоин Кавана, да, из-за того, что он дерется в стойке, было бы как бы прекрасный бой. Мы устроили бы шоу. Следующий большой бой для Узбекистана – это Нурсултан Рузибоев против Майкла Венома Пейджа. Можешь ли дать какой-то свой прогноз на этот бой? Да, albatta biza har doim kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizni vatandoshlarimizga o'zimizni o'sha bitta davlatda turadigan insonlarga har doim yon bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz va poddержка qilamiz. Albatta Nursulton Ro'ziboyev g'alaba qozonadi degan umiddamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Мы всегда поддерживали своих, и в этом бою тоже будем поддерживать Нурсултана, и дай бог он выиграет этот бой. Расскажи немножко про то, как себя чувствуют сейчас твои кулаки. Очень тяжело ты попадал по Стиву Эрцогу, и вот такие тяжелые удары, насколько они сказываются на руках, или вообще ничего не чувствуешь? Mushtlaring qaysi holda hozir? Ya'ni juda ham qattiq udarlar urganingdan keyin og'riq bormi yoki qanaqadir Yo'q, to'g'risi menda hech qanaqa chiqayotimda og'riq bo'lmadi, his qilmadim. Ersikka qo'lim hali ham yaxshi kirmadi, yaxshi tegmadi. O'sha o'zimni o'sha 1 yil urishmaganim hisobiga sal noqulay his qildim ringning ichida. Agar bor o'sha uradigan zarbamda точно teganda, bundan ham strashniroq nokaut bo'lishi mumkin. Так как я не дрался год уже, я не смог попадать хорошенько, как бы. И из-за этого я как бы, ну, Эрсик не получил полностью урон. А так один раз попал бы, он уже умер бы. И от меня заключительное, пока еще нету информации о бонусах UFC, вот они должны с минуты на минуту поступить. Как ты думаешь, заработал ли ты сегодня крупную сумму, и если да, то на что она уйдет? UFC agar senga katta summa bersa, ya'ni bonus bersa, nimaga ishlatasan? Sen o'ylaysanmi, to, что bu summani senga berishadi? Bonus oldingmi yo'qmi deb o'ylaysanmi? Endi bu anaqada nokautlar bo'lmadi. Xudo xolasa bonus oldik degan umiddaman. Ham Ersik yaxshi jangchi, ancha chempionskiga ham zo'r anaqa ko'rsatgan. Bunaqa nokaut tamoyil bo'lmagan. Endi xudo xolasa kerakli narsalarga ishlatamiz. Я думаю, то, что я получу этот бонус, потому что не было таких нокаутов в этом карде. И я, типа, посмотрим, на что буду тратить деньги. Поздравляю с победой. Hi, Ramzan. Congratulations. Was there any cage rust going in for not having fighted for a while? Did you have any cage rust? What do you mean by cage rust? He hasn't fought in a while, so You mean he haven't been fight like a long time? yes. Ancha vaqtdan beri urushmaganingga o'zingni qanaqa his qilding? Ozgina shu oktagonni chustit qilishim, oktagonni o'rganishim ozgina qiyin bo'ldi. Chunki 1 yildan oshiqroq vaqt juda ham ko'p. Baribir trenovkadagi jarayonlar, sparinglar u boshqa. O'sha setkani ichiga kirganda, ringning ichiga kirgandagi holat boshqa bo'ladi. Ozgina bir 3-4 minut qiyin bo'ldi. Keyin o'sha o'zimga kelib trenerlarni eshitishni yaxshi boshlaganimdan keyin o'zi joyiga tushdi hamma narsa. So like I haven't fought like for 1 year. In the beginning it was like too hard to feel the cage, but after like 2-3 minutes I start like feeling the cage and I start just listening my coaches. So after that everything was like good. Okay, congratulations. Tabriklayman. Sorry if this has been answered, but I have 3-4 questions. Was it most satisfying that you had a height disadvantage, but the convincing way that you won against your opponent, and he is also not like a slow mover, was that more satisfying, especially because of the win in the fashion that you had? That's the first question. Jangga shunaqa top opponent bilan urushib, shunaqa darajada yutganingdan xursandmisan? Yana o'zingni nima deydi boyagi? Juda ham xursandman, biz uddaladik. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Nima desam bo'ladi? Biz xohlagandek jang bo'ldi, o'zimiz xohlagandek. Shuncha mehnat qilganimizni samarasini ko'rdik. So I'm too happy on this win. So we did what we wanted and we got what we wanted.
You also used a little bit of Muay Thai techniques. Your kicking was very good. Were you happy to bring in that element, or was there a conscious effort to, avoid Muay Thai, or was it in fact that this was your to your advantage to use your skills which you are comfortable with? Muay Thai'dagi udorlarni ya'ni qo'llading deyapti. Bundan yaxshi bo'ldimi yoki buni san ustida 2-3 yildan beri ishlayapsanmi yo oldindan sanda bormi? Mani birinchi ustozim o'tiribdilar, Muzaffar aka. Biza o'sha rukopashniy qo'l jangi bilan boshlaganmiz. Muay Thai sporti bilan men qilmaganman. O'sha uchun ham oyoqda harakatlarim, qo'lda harakatlanishim yaxshi. Yoshlikdan bazani yaxshiroq qo'yib berishgan menga. So I never trained like in Muay Thai. So base is like hand to hand. So that's why we're using this kind of kicks as well. Okay, thank you. Рамазан на $100 тысяч заработал. Лучшее выступление вечера. $100,000. Nimaga ishlatamiz Jasur aka? Куда потратишь в итоге? Qatga ishlatasa, это секрет, брат. Возможно, в Инстаграме увидите. Может, машина, может, дом. Instagramda ham 1 million bo'ldi xabaringiz bo'lsa. А еще он в Инстаграме 1 миллион сегодня. Ramazon, albatta bu zarbalar, nokautbop zarbalar yaxshi, lekin top 10talikda ba'zi kuchli raqiblar ham bor. Bu ustida hamisha ism, chunki men hozir asosiy jangda ko'rdik. Guskov aynan ba'zi kuchli bo'lgan Ankalevga aynan parterda yetkazib qo'ydi. Bu jihatda ham e'tiborga olinadimi? Albatta, bu hozirgi Steve Ersikda ham parteri ham, griplini ham yaxshi bu jangchi. Bolevoylari ko'p. Biza bu sportda faqat stokada trenovka qilmaymiz. Sapernik kim bo'lishidan ham qat'iy nazar mehnat qilib, o'sha xatolar ustida, kamchiliklar ustida ishlanadi. O'sha barba ham, boshqasini ham xatolarimiz ustida biz ishlaymiz. Baribir ringga chiqqanda o'zim ishimni qilaman. Raqib kim bo'lsa ham, bundan buyog'iga misol Barets bo'ladimi, qanaqa bo'lsa, xudo xolisa hammasiga chiroyli tayyorlanamiz, xudo xolisa. Ta'til qancha davom etadi? Qachon qaytasiz endi? Уже menga oktyabrga berishsa, xudo xolisa ta'til yo'q, уже borgandan xudo xolisa ota-onam ozgina duolar olib, yana trenovkalarga qaytamiz. No questions, good questions.